Ekranlıqqa qadirli görürmənlər, yaxşımısınızlar? Şu tapda dehqonlar bolatqını Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarixi Çəkiş şirkəti işləyən Şinjan Məşrəf Xalqara Söz Çəkiş şirkəti tajdarlığını alğan Sabah Küyi proqramısı. Mən riyasətçi dostunlar Nazgül Tursuncan. Qadirli görürmənlər, hər san proqramımızda sizlər yaxşı gördüyün qalbinlardakı usta sənətkarlar və yetişiyotqan naqşçı dostlarının ən yeni küyləri arqılıq hər bir gününlardakı ana şu 10 minut vaxtınlarını nəyətə mənalarga ega qilish üçün tirishçanlıq göstərdimiz. Şunlaşqan mush münasibət bilan Sabah küyimizni yaxtırıyotqan barlıq dostlarga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Bu san proqramımızın aziz mehmoni bo'lsa, davlatlik birinchi darajali kompozitor, el qalbidagi sanatkor Ablat Ablekim akamiz. Qarshilamiz aka. Rahmat, hoş buldum. Qani sizin sevg'ingan barliq tomoshabinlarga bir salmoningizni yo'llasangiz. Salam barliq muhtaram azizlar. Bugungi mushu Sabah kuyi programmasi orqali har biringizlar bilan yuz ko'rishganligimdan o'zimni aytib xushal. Mush fursatda hammanglarning teniga sog'lik, oilasiga xotirjamlik, baxt saodatlarni tilayman. Rahmat Ablatga. Biz oldingi qitimliq suhbatimizda shunday ismda bor. O'zingizning gerçi shuncha aldirash bo'lsangiz-mu, har vaqt chiroyli naqshlaringiz orqali har millat tomoshabinlar bilan yuz ko'rish istiqingiz borligini aytib o'tgandingiz. Ham shu va'dalaringizga asosan to'xtamay yangi ijodiyatlarni o'zingizmi o'rindab sahnalarda namoyon bo'lib keldingiz. Bu ham hammamizning orzusi. Endi mening his qilishimcha Ablat Ablekim apandi asos vaqtini kollektivning ish uchun sarf etadigan bir shundaqmi? Leyfonchi ruhba bir odam. Bundaq deyishimdagi sabab Ablatkam ko'proq vaqtini mushu idoraniki, ya'ni hukumat o'rinlashtirgan alayda cho'ng tipdagi kechiliklar, opera teatrlarning kompozitorlik vazifasini o'z ichiga olganligi uchun ko'proq vaqtlarda sahna orqasida turib, nurg'un kollektivni sahna oldida namoyon qilish uchun ajr qiladi. Shunlashqa mushu ajrlaringizning mevasida nurg'unlagan isil asarlar to'xtamay ro'yobga chiqdi Ablatka. Endi bizning mushu Sabahki programmamizni nurg'un do'stlar bak yaxshi ko'rdi. Sizning balkim kundalik 10 minut vaqtingizni bizga sarf etyapsiz deb o'yladim. To'g'ri. Bu Sabahki programmamiz boshlangandan hozirgacha har kunlik sonlarga shunday diqqatimni nazarimni og'dirib ko'rib tugatyapman. Chunki bu programma her tağniki səhərdə, yəni şu sabah deganning ma'nosi səhər degan ma'noda her günning səhərdə barliq har millat xalqimizga bag'ishlangan bir yangi bir naqsha, yangi bir kuy bilan boshlangan shunday bir yangicha bir kayfiyat. Uning ustiga vaqt nihoyat yig'inchoq, ixcham mazmunlar shunday so'zlanadigan mazmunlar nihoyat ixcham ish qilib Ko'nglimizga bir yaxshi program bo'lyapti. Shunda. Shunga mush munosabat bilan men bu Sabah kuyi programmasiniki bundan keyin taximmo yana kundan kunga, haftadan haftaga, oydan yilga taximmo nodirlashib, xalqninki yoqtirib ko'radigan programmalar, nodir programmalarning qadrini o'rni elishini bundan keyin taximmo yana yaxshi taraqqiyotlarga yuzlanishini chin qalbimda umid qilaman. Rahmat aka. Albatta bu taraqqiyotlarninki barliq kelishida sizlarga o'xshash ustozlarning va yetishib chiqayotgan ana shu yosh naqshchilarning to'kpisi muhim o'rinda turdi. Shunga sizmi bizni pat-pat yo'qlab turing, bu sahnamizga kelib turing, bo'lamdi? Bo'ladi. Masala yo'q. Ablatka, undaqda yangi ijodiyatlaringizni davomli anglab kelyapmiz. Sizning og'zingizdan olmasak boshqa naqshchilarning og'zidan degandek. Endi bugun o'zingiz bilan o'rlab bersiz deb o'ylayman. Yana şu siz boya degandagidek shu xizmat ehtiyoji, xizmat sabablik sirtda xizmatda bo'lib bugun nayta mushunga jiddiy ulgurib keldimda. Unda bo'lgandan keyin bitirayotgan bir ijodiy naqshlar bor, bir ishga. Buni bugun sahnaga olib chiqishga mushu qatimliq fursat bo'lmadi. Shunga men bugun xalq naqshidan birini ijro qilib ijodiy naqshlarimizni olsak, ko'ngillarni olsam, keyingi fursatga keyingi sallada ijodiy naqshlarimiz bilan yana mushu sahnada, mushu Sabah kuy programmasida davomli hozir biz. Bo'ladi. Xalq kuylarini albatta anglsak qanmaymiz. Amsa xalq naqshlaridan birini angladik. Qani, birlikda anglaylik. Marhamat.
mu etqinda dardingni dardingni men mu etay dardingni sen mu etqinda dardingni dardingni men mu etay dardingni bir maliyet çoğun bulup bilmepti men kadim bir maliyet çoğun bulup bilmepti men kadim Oylandık üzmeni ilmekte elif yeymen Oylandık üzmeni ilmekte elif yeymen Könglimge azar vermem, vay vermem Üzem işlep tepir yerim Könglimge azar vermem, vay vermem Üzem işlep tepir yerim Üzem işlep tepir yeymen Biz yeni qaytib keldik. Shu topda ixtilot bo'lib Şinjan Sabah madaniyat tartib şirkati ishlagan Şinjan Mashraf xalqaro so'z şirkati mana shu Zartan markasidagi sab alqat qiyamlari alayda qo'llab tajdorligini olgan sabaqiy programmasi. Bugungi programmamizda biz Ablat Abdukim apandi bilan birlikda nihoyat ko'ngilli mungdashdik. Ham ko'pchilik uchun tayyorlagan xalq naqshlaridan huzurlandik. Ablatga teningiz texim salomat bo'lsin. Rahmat. O'zingizning va'dasiga asosan keyin qatimli sabaqiyimizda yangi ijodiyatingiz bilan yana kelgaysiz. Bo'ladi. Ablatga ham deymi shu oldin sizilgan bu mas'uliyat sizga pek tonish. Chunki o'zingiz obraz vakili emasmi? To'g'ri. Endi bu Zartan markasida shunday bir sab alqat qiyami debdik. Alqatni ham hammalar biladi, lekin bunda qiyam shaklda o'tirg'i chiqishi ham buningki uyquni yaxshilaydigan, jigan tozalagan shunday rollardan nurg'un do'stlar xabarsiz bo'lsa, mush programmamiz orqali bundan texim ko'p do'stlar manfaatlandi deb o'ylayman. O'zingizmi yaxshi ko'rib ishlayapsiz? Albatta. Bu alqat hamda bizningki shu davlatimizningki milliy tibobat qomus kitoblarida bizningki shu rayonimiz milliy tibobat kitoblarida alohida tilga ilindigan guhar mahsulotlar qatoridan o'rin oladi. Bu alqatningki odam badaniga immun kuchini to'liqlaydigan, siz degandek jigarni yaxshilaydigan, uyqu sifatini yaxshilaydigan degandek nurg'un taraflardan foydasi bor. Bu albatta bu dori emas, ammo bu haqiqatan kasallikning oldini oladigan, odamningki sog'lom badan bilan yashashimiz uchun shuningda alohida turtkilik roli va shunday bir alohida mahsulot, ya'ni alqatdan shunday qiyamlashtirilgan bir mahsulot bu. Demak, hamsa nurg'un kishilar burundan tortib alqatni iste'mol qilgan, ham buni unumini his qilganlik uchun endi shu tajribalarga asosan buni texnikalashtirib, yuqori sifat bilan o'tirib chiqqan. Endi bu alqatni biz shu terib olib, quritib
çaylağı demleydigan, şorpulağı selip şu aşınki kuvvetini, təmini çıkarıp şuna istimal kılıp geladigan şuna adetlerimiz burundan ba. Doğru. Bunu biladigan halkımız mı bek bilidu. Ama bilmeydiganlarımız belki muşu teşvikatlarımız bilen ve bunun dikin biliş mümkün. Doğru. Bu alqatның bədəngi sümürülüp belki umumyüzlük beden imun gücünü aşırıdığan müşçiге hizmetini yaxşılaydigan müşçiyette alaydı rolü ba. Hem de bu mesulat şu alqatnınki meyli yol vaxtida istimal qilinishi bo'lsin, meyli qurtilgandan keyin istimal qilinishi bo'lsin, bu hamda nihoyatda yuqori texnika bilan qiyamlashtirilganda buningki badanga bevosita simirilib o'zininki rolini joriy qildirishi odatda quritilgan yoki yo'l alatda istimal qilganga qaraganda natijasi buningki badanga bo'lgan ta'sir yaxshi demakchi-da buni. Demek emsa ablatkat özünüzmü yaxşı görüp bununla işengenliginiz için obraz vakili bolsunuz dep Biz oyladım. işengendan keyin o'zimiz buningki rolini işençilik derecesinin kıymetini his qilgandan keyin haqiqiy o'zimiz ichib sinab ko'rgandan keyin buning foydasini bilgandan keyin ana degan bunaqa obraz vakili bo'lib bizniki har millat xalqimizniki iste'mol qilib shundan bir foydalanishi uchun biz buni sundik. Rahmat aka. Demek emdi aldı bilen sağlamlığımız bolsa andın ko'nglimizga pükkan arzu armanlarimizga her kes per saatki natijalarimizga yetalaydiganmiz. Şunlaşqa ekran aldidagi barliq do'stlarga salomat har qachon yor bo'lsin. Ham bizniki parda oqsida va parda oldida xizmat qilayotgan barliq mushundaq san'at sohasidagi parvonlarning umri uzun bo'lsin. Qadrli do'stlar, undaqda bugungi mushuk ko'ngilli suhbatimizni mishada oxirlashtirsak, atiki programmamiz texim sarxil ablatgandaqda sizga xayr xo'sh, kelar qaytamliq programmamizda saqlaymiz. Salomat bo'laylar. Rahmat. Xayr xo'sh do'stlar.